tomni termoizolyatsiya qilish. Ya'ni yozda uyingiz muzdek bo'lishi kerak, qishda esa ozgina o'tin bilan isiydigan uy bo'lishi uchun qadrdon albatta pena beton quyidirish kerak. Mana natijani ko'rib turibsizlar, akalarimiz pashti 1200 kvadratli tovuq fermasining tepasiga, ya'ni bu yerga pilta tashlangan ekan, steska tashlangan ekan, ustidan esa pena beton quyib berishyapti ekan. Xuddi shu narsani 8 oy oldin yonidagi xonaga qilib bergan ekan. Endi rezultat zo'r bo'lgani uchun yonida ikkinchi xonani ham quyib berishyapti ekan. Rezultatni aytib o'tib ketamiz. Masalan, sutkasiga mana shu 1200 kvadrat joyimiz agarda pena beton quyilgan bo'lsa 300 kg rasxod qilyapti ekan, pena beton quyilmagan mana bu holatda bo'ladigan bo'lsa 500 kg rasxod qilyapti ekan. Buni o'sha fermaning egasi aniq uverin bo'libdi. Mana keyingi tovuqxonalarni ham chiroyli qilib pena beton quyib berishyapti ekan. Xo'sh, pena betonimiz narxga keladigan bo'lsa, ketyapti turgan mahsuloti, usta haqqisi mana shu yerga quyib berishi 1 kvadrati 45 ming so'm ekan, vodiy bo'yicha Toshkent vohaga kelishilgan narxlarda bo'ladi. Undan tashqari, xonadonda yurgan ya'ni xonadonni tomlarini ham akalarimiz chiroyli qilib pena betonni quyib berishaveradi. Albatta siz to'sinni tashlab chiroyli qilib vassani terib bersalar, akalarimiz o'zlari maxsus materialni olib borishib, chiroyli qilib montaj qilishib 1 kvadratini 45 ming so'mdan quyib berishyapti ekan. Kimga shunaqangi izolyatsiya xizmati, ya'ni tomga pena beton quyish xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Shunaqangi eski tomlarning ustiga katta-katta plita montajlarga ham quyib berishaveradi ekan. Bitta like bosib qurilish qilyapti ekan tanish birsaga jo'natib qo'yasizlar.